Zel biznes avtomobilni ko'rsataman. 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan. Mashinaning holati juda ham zo'r, kraskalari top-toza ekan. 300 ming atrofida yurgan, faqat benzinda harakatlangan ekan, gaz pas qo'yilmagan ekan. Zavod Toru 20 ligi bemalol ko'rib ko'rsatib bera olgansizlar. Motor, hadochaslari hamma yo'q idealniy holatda, salonlari ham zo'r holatda. Bemalol ko'rib ko'rsatib bera olgansizlar. Bitta dona shu laboyini almashtirib olsangiz zo'r holatga keladi. Endi gazni o'zingiz uchun qo'yasizlarmi, qo'ymaysizlarmi bilmayman. Holati zo'r mashinani. Bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Zavod Toru 20 lik. Zavod holat turibdi mashina. 2018-yil faqat benzinda harakatlangan. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Balonlarigacha holati zo'r holat turibdi. Hamma balonlari yaxshi holat turibdi. Bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Bitta dona qiladigan ishinglar shu ozgina mo'yka qilib laboy bilan mana shu oldi mashina sal chiroyli rangiga bo'yab olsanglar zo'r holat keladi. Mashinaning o'zi yaxshi ekan, attiklari ham zo'r holat turibdi. Bemalol proverka qilib olsangiz bo'ladi. Mashina holati zo'r ekan. Xo'p, bu mashinani sizlarga olib mazza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 12500 ga beraveramiz.